Uringlar, biziklar qani? Voy voy Biziklar qani beshikka? Ey! Voy mujik! Voy. Endilar qiyin o. Qo'yib o'ptira. Endilar qiyin. Do'stlar, endi qiyin. Mana bu tezkorga nima shart beramiz endi? Gapni yutaylik. Sardor, Oh. ikkalasiga ham shartni bering, siz shartni qo'ylatasiz. Bo'g'aman jigar bilan, bo'g'aman. 40 santimetr. Men shoyatman, men sizdan reman. Re, do'stim. 40 santimetr. Uyalaman sizga bir ish. 40 santimetrli anakondan bilan bo'g'aman hozir. Santimetr emas, 12 santimetr. 40 mi? Yo'q, ana. 40 santimetr men. 40 santimetr. Unda mahallada laqabingiz oq negr bo'lsa kerak, oppoq negr. Shunday. Laqabim shunday. Aldayapti, ishonmanglar. Ha, eski aytyapti 12 santimetr deb. Abi qo'tag'imdan ko'rganmi meni qo'tag'imda bu? Ko'rganman 12 santimetr. Qayerda ko'rgansan? 12? 12 mi? 12. Yotganida ham 30 santimetr. Qayerdan 12 gana? Yutganida mana bunchagina bo'lib turadi. Qayerda ko'rgansan sen? Qayerda ko'rgansan meni qo'tag'im? Bunchagina. Ekran. Qayerda Jamila ko'rgansan? bilan yalang'och o'tib ketgan Instagramingizda ko'rganman. Onasini hepsi sen meni Instagramimga qo'tag'imni poylagani kirganmisan? Videoni to'xtatib turib, o'sha joyini to'xtatib yaqinlashtirib ko'rganman. Zinat sen meni qo'tag'imni fanati ekansan jalab. Yomon bo'ldi lekin. O'zini o'z tilidan tutib beryapti bu. Qo'tag'imni fanati ekansan jalab. Qo'tag'imni tomosha qilib yaqinlashtirib ko'rganmisan, qoyil onasini hepsi. Unaqasi chiqmadi. Birinchi marta eshitdim onasini hepsi. 5x bon 5x. Bilat. Ya, qizlar poylasa, Uradi akalar, uradi. Bilaveradi. Snayp qilinglar. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'laylik. Urmasa kerak deb o'ylayman lekin, uramikan. 10 ko'rsa ishimiz qalda. Kim uradi bularga 10 ga? Shuni o'ylayapman men. Haqiqatda urmaykan mana, snayper qilmadi. Yaxshi afsunlanmabsan Jessica, oming suvdan chirib olish kerak edi ko'tga. Shoyatxon do'stim, sizga sabr tilayman. O'ldi. Bitta qoshiq ketdi. Bu deyiladi. Birinchi shart Shoyatxon. Birinchi shart, osonroq beraman. Olinmagan mana qo'shingda ham olasan. Muzikcha, avrat. Olinmagan bu qo'shingda ham lesik qilsan birinchi shart. Ikkinchi shart, yana ham osonlashtiraman. Oppoq tursuyda kelasan, tursuyingni siyib yuborasan sharillab, tikka turgan holatda.